Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizni limonimiz o'tgan yil qishda oziqalar berilgan. Mana hozir gullash jarayoni. Mana hammasi gullabyapti. Oppoq mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana suvlash jarayoni ham ketyapti tagidan. Endi xudo xohlasa tuyadi bular. Mana qo'llab suvlaymiz, qo'llab hamma joyi qo'llab suvlanadi. O'tlarni yurishga ozgina vaqt bo'lmay qoldi. Shuning uchun endi suvdan keyin taglarini, o'tlarini yurib ishlovlarni beriladi, ishlovlari. Mana hozir gullash payti. Mana ko'rsalaringiz. Arilar ham kelgan. Arilar ham mana hamma joyi arib changlatish bosqichlari bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana gap isboti deydi. Arini ko'rsataman sizlarga hozir. Mana xudo xohlasa yana 2 haftalarda tuyib qoladi hammasi. Mana qarang, oppoq qizil gullash jarayoni ketyapti. Mana bu joyga pomidor, bolgar ekilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ozgina ishlarimizni qadrlab, like bosib, obuna bo'lsalaringiz davom etamiz. Bundan keyingilarda ham tuygandan keyin ham ko'rsatib, hammasini. Bu limonlarimiz o'zi bu ekilganiga 2 yilligida olib kelib ekilgan. 2 yilligida ekilgan. Hozir 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Agar 2 yilligini qo'shib solsa 6 yoshda. 6 yosh. Lekin 2 yil oldin qishda sovuq 15 gradus minus bo'lib, sizlari yaxshi yopilmaganligi sababli sovuq urib hammasini mana kesib tashlagan edik taglaridan. Undan keyin tagidan chiqqan navdalari mana bular. Bularga ham 2 yildan oshib 3-yil ketyapti. Bundan xudo xohlasa gullashlari zo'r, juda zo'r. Endi bundan keyin ishlovlarni beramiz. Yaxshilab yuvib, ximikatlarni sepib, hammalar ishlarni qilamiz. Mana o'sha tuyganlarni ham ko'rsataman. Mana qarang. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana tuyganlari. Mana hammasi. Bu yerimiz umumiy maydoni 3 sotix. 33 tup limon qadalgan. 33 tup. 33 tup. 33 tup. 33 tup. Qancha mehr berib parvarish qilsa, shuncha yaxshi rivojlanadi. Biz vaqtimiz bo'lmay, yaxshi qara olmay qoldik. Shuning evaziga mana o'tlar bosib, taglari shu ahvolga kelib qoldi, azizlar. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, biz bilmagan beringizlar. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Kommentariyada obuna bo'lingizlar, like bosingizlar. Mana dalshi davom etamiz.
tuyganlarini, keyin qancha suvlanishi. Misol uchun bizning yerlarimiz qurmoq yer. Bir haftada bir suvlash kerak. Agar qurmoq bo'lmasa, 2 haftada bir suvlash kerak. Yoki sizlar bilsalaringiz kommentariyada yozingizlar. Birga bahslashamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' omon bo'lingizlar. Keyingi videolarimizgacha